Uyghur Abdunum rayonluq partikomining sekretari Chin Chuango'ning Uyghur elida sotsialistik Şinjanning yangi davrini barpo qilishni ta'kidlashi diqqat qo'zg'adi. Tağırtaq to'rining xabariga qaraganda, Uyghur Abdunum rayonining Chin Chuango, Shuhrat Zakir, Wang Junjiang qatorliq rahbarlari 24 va 25 noyabr kunlari Abdunum rayonluq partiya komiteti nazariya tadqiqot markazi guruhi bilan birlikda yig'in uyushtirib, Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining 3-navbatlik Şinjan xizmati yig'inini o'rganish, Xi Jinpingning so'zining ruhini tadqiq qilib, uni qat'iy amaliylashtirish, Şinjanni boshqarish strategiyasi umumiy nishonini mustahkam saqlash, yangi davrda Şinjan xizmatida yangi vaziyat yaratish deganlarni ta'kidlagan. Chin Chuango yig'indagi so'zida mundaq degan: Şinjanda uzun muddatlik amillik qurilishida ching turib, Junxo millati engini shakllantirishga ahamiyat berish, Junxo millati engi va tarixini Şinjanning kadrlar ma'arifi, yoshlar ma'arifi va ijtimoiy ma'arifga singdirish kerak. Chet eldagi kuzatuvchilarning qarashicha, Chin Chuangoning so'zlari Xitoy hukumatining Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yo'qotishni maqsad qilgan siyosatlarni kuchaytirib ijro qiladiganligini ko'rsatib berdi ekan. Kanadalik Uyg'ur faoliyatchisi Ruqiya Turdush 11 ayning 27 kuni Kanadadagi nurg'un Uyg'urlarning Sharqi Turkistondagi oila a'zolari va tuqqanlarining Xitoy tarafidan tutqun qilinish va o'ldirilish tahdidiga uchraganligini oshkorladi. Tibetda tug'ilgan Toronto Universiteti o'quvchilar kengashining raisi Chimilamo o'zining jinsiy parakandichilik va o'lim tahdidiga uchraganligini aytdi. Erkin Asiya radiosi Xitoycha bo'limining xabariga qaraganda 27 noyabr 2 nafar parlament a'zosining hamkorligida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida Tibet, Uyg'ur, Eron va Estoniyadan iborat o'xshamagan 4 millat va davlatdan bo'lgan ziyonkashlikka uchraganlar so'z qilib, Xitoy, Rossiya va boshqa davlatlarning maxfiy xodimlarining ularga parakandichilik solganligi va tahdid solganligini oshkorlagan. Ruqiya Turdushning aytishicha, nurg'un kanadalik Uyg'urlar uzun-muyan Sharqi Turkistondagi oila a'zolari bilan bo'lgan aloqasini uzgan yoki ular agar soqchiga ma'lum qilsang yoki Kanadada bu ahvolni oshkorlasang, Xitoydagi ota-onang qo'lga ilinadi degandek tahdid uchurlarini topshirib olgan. Xabarda aytilishicha, Kanada Toronto Universiteti Sikarboro maktabining o'quvchilar uyushmasi boshlig'i Chimilamo Tibet avtonomiyasini qo'llaganligi uchun nurg'un tahdidga duch kelgan. Hong Kong baş icroiya amaldori Karilam Amerikaning embargosi sababidan banka hisoboti bo'lmag'achqa nurg'un pulni uyida saqlashga majbur bo'lganligini aytdi. Karilam Angliya matbuotlarida qilgan so'zida Beijingning Hong Kongda yo'lga qo'ygan davlat bexatarlik qonuni sababidan Amerikaning o'ziga embargo yurgizganligini, banka hisobi ocholmag'achqa pullarni uyda saqlashga majbur bo'lganligini aytgan. Lam maoshining naqd pul bilan to'langanligini bildirgan. 6 ayning 30 kuni Xitoy Xalq qurultayida ma'qullangan va Hong Kong majlisining tasdiqi bilan bu rayonda yo'lga qo'yilgan yangi davlat bexatarlik qonuni bir davlat ichki sistema prinsipida Xitoyga qaraganda fikr erkinligi jihatda texmo ilg'or qonun kapolatiga ega bo'lgan Hong Kong fuqarolarining noroziligiga uchirdi. Washington hukumati avgustda Hong Kong bosh ijroiya amaldori Lam, Hong Kongdagi Xitoy aloqa ishxonasining direktori Lu Xoning va Hong Kong soqchi qism komissari Chris Tangping qatorliq 11 amaldorni jazolashni qaror qilgan edi. Amerika, Rossiya va Xitoy shirkatlariga jazo yurgizish qarori chiqardi. Ikki davlatdan kelgan 4 shirkat Eronning ballistik boshqariladigan bomba planini qo'lladi deb ayblandi. Amerika Davlat ishlari mahkamasi Eron, Shimoliy Koreya va Suriyaning qurolsizlanish qonuniga asosan Rossiya va Xitoy shirkatlariga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Egilanishicha, har ikki davlatdan 2 shirkat Eronning ballistik boshqariladigan bomba texnikasiga sezgur texnika va material bilan ta'minlagan deb ayblandi. Amerika hukumatining bayonotida har qaysi davlatlardan Eronning boshqariladigan bomba harakatini qo'llash urinishidan saqlanishi talab qilindi. Egilanishicha, ئەنگىلىيەبىلەن Fransiya Angliya kanali orqali davomlashayotgan qonunsiz ko'chmanlarni to'xtatish uchun yangi kelishim imzolagan.
Angliya Ichki ishlar ministrligi e'lon qilgan yozma bayonotda Ichki ishlar ministri Perti Patil bilan Fransiya Ichki ishlar ministri Grali Darmanin o'tirsida imzolangan kelishimga asosan qonunsiz ko'chmanlarning o'tishining oldini olish uchun Fransiyaning dengiz qirg'og'ida chorlayotgan xodimlarning sonining bir qatlanadiganligi va yangi uskunlarning saplanadiganligi o'tirg'a qo'yilgan.